Nevada shtatini cho'llarida aylanib yurgan paytingizda siz mana shunday shishalardan qurilgan uyni ko'rishingiz mumkin. Va bu joyning rasmiy nomi Tom Kelly Bottle House. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va AQShning eng mashhur shishalardan qurilgan uyiga xush kelibsizlar. Bu uy qay tarzda qurilgan va uning tarixi qanaqa? Voqea shunday bo'lgan. 1906-yilda bu yerda yurgan odamlar ichgan ichimliklarini shishasini shundoqqina ko'chaga tashlab ketishardi va bu yerdagi ba'zi bir aholini vakillari mana shu hamma shishalarni yig'ib shu yerga olib kelishgan, usta kelinni qo'liga topshirishgan. Natijada 50 mingta shisha yig'ilgan va Tom Kelly mana shunday uyni ushbu 50 mingta shishadan qurgan edi. O'sha paytda bu uy shunchalik mashhur bo'lib ketgandiki, Amerika Qo'shma Shtatlarining barcha jurnalistlari shu yerga kelib, o'zini gazetalarida bu uyni rasmini ko'rsatishgan, bu uyni tarixini ko'rsatishgan va qolaversa bu uy aynan mana shu cho'lning markazidagi tarixiy yodgorlikka aylangan. Bu uy shunchalik o'sha paytda mashhur bo'lib ketganki, Gollivud ijodkorlari bu yerga kelib 1924-yilda The Air Mail deb nomlangan kinoni aynan shu yerda olishgan. Do'stlar, agarda mana shu uyga kelgan paytinglarda tepaga qarab 3-4 kilometr yursanglar, Nevadaning eng qo'rqinchlik va eng sirli arvohlar shahriga, Riolite shahriga qarab, demak siz yo'l olishingiz mumkin va aynan mana shu Riolite shahrini ko'rishga imkoniyatingiz bo'ladi. Agarda ushbu video 10 mingta like yig'sa, biz sizlarga albatta mana shu ruhlar, arvohlar shaharini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ungacha esa Mr. Otabek TV kanalida va Nevada shtatining cho'llarida joylashgan Tom Kellyning shishali uyida ko'rishganda, ko'rishguncha.